Xo'sh, assalomu alaykum. Yana bir bor hurmatli obunachilar, Uston o'quv joylaridan davom etamiz. Xo'sh, Jizzax Orom mebellari jamoasini yana bitta Uston o'quv joylarining yakuniga yetkazdik. Bugungi manzilimiz Toshkent viloyati Ohangaron shaharchasiga kelganmiz, nasib bo'lsa. Bugungi sanamizni eslatib o'tamiz. Bugun 2-may 2025-yil bo'ladi. Mebel olib keldik, через internet sotilgan bu ham hamma hozir internetga o'tib ketdi. Borib o'tirmasdan, akam birov telefon qildilar. Ukajon shunaqa narsa kerak menga dedilar. Tablarga qarab mebelni ko'rsatib, nasib bo'lsa olib kelib chiroyli o'rnatib berib ketyapmiz. Klientlarimiz ham bizdan mamnun, kommentariylarni o'qib ko'raverasizlar. Xo'sh, xonani ko'rsatamiz sizga. Xona eniga 220, uzunasiga xo'sh, mana 240, yana bu yerda 2 metr joy bo'lsa, 44,5 metrlar chamasi joy bor. Tumbichkasi bilan suvchigini bu yerga qo'yib qo'ydik. Bu ham обязательно sizlarga bo'ladi. Mana bu xonaga kirib kelish bo'ladi. Mana sizga spalniymiz. Shkafni bu joyga, tremoni bu joyga, spalnisini bu joyga qo'ydik. Nasib bo'lsa, tushganlarga o'zlaring baho berib, bitta laykchani bosib, fikr mulohazalaringizni kommentariyada yozib qoldirasizlar. Xo'sh, meblimiz 100% laminatdan bo'ladi. Shkafni o'tamiz birinchi obzorini. Uzunasiga 240. Balandligiga 215, 220 chiqadi, plus-minus 2 cm, 2-3 cm. Ikkita taraf kiyim ilishga, o'rtasi kiyim taxlashga tagidagi tortmasi ham bor. Chikkadan boshlaymiz. Ruchkachalarga e'tibor berasizlar. Ruchkachalarni ham tablaringga qarab, o'zlarining xohishlaringga binoan o'zgartirib ham beraveramiz. Bu tarafni ko'rasizlar, xonamiz torligini hisobiga terishga sal qiyin bo'ldi-da, mana bu ikkita narsa tushdi. O'zi asli bu ikkita narsa bo'lmasdi. Tepadan samariz bura bo'lmadi. Shuni hisobiga mana shunaqa narsa tushdi. Oshimoshlarni ko'rasizlar, oshimoshlar 4 tadan bo'ladi. Ichlari rovni 50 cm, orqasi oq HDP do'pidan. Vishilka turbamiz bor, tepada shapka polka bor. Mana bizlar plastmas po'xa ko'chib ketmaydigandan nasib bo'lsa. Hammasida oshimosh 4 tadan bo'ladi. Eshiklari klientimiz zakazlariga binoan vakuumni, ya'ni o'zi yopiladigandan qilib ko'rsatdik. Hamma narsa lentalari bor. Ana sizga. Ikkita chekkasi bir xil, shuning uchun vaqtlaringni olmagan holatda nari tarafda ko'rsatmaymiz. Oynalar charxlangan, o'rtasi ana sizga ichlari. Ichida ikkita polka. Bularda oshimosh 3 tadan bo'ladi. Xo'sh, bular ham vakuumdan qilingan. Endi tortmachasini ko'rsatamiz. Mana sizga tortmalarda ham ichi kengina. Ikkita tortmani kattaligini hisobiga ruchkachalarni ko'rib o'tinglar. Ikkita qo'yganmiz. Uzun tortmaga ikkita ruchka qo'yilishi kerak. Hammaga eslatma, kim mebel oladigan bo'lsa ham o'shani bir hisob kitobini olib qo'yasizlar. Tremosiga o'tamiz. Tremos uzunasiga 1.20 bo'ladi, saksonga 40 cm bo'ladi. Bunda 4 ta tortmacha, bitta mana bu tarafda shkafchasi bor. Oyna turburchay. Ana sizga tremosini tortmalari. Tortmalari ikkalasini ham bir xil razmerda. Plus-minus 2 cm bo'lishi mumkin bu ham. Mana zilari ham plastmas, mana bu yaltiroqchiga yopishtirgan, ishlari ham kengina. 4 ta bo'ladi, ochilib yopilishlari bemalol mana ko'rasizlar. Hammasi ochilib yopilishlari yaxshi. Xo'sh, mana bu eshikchasi bo'ladi, eshikcha ichida polkalari bo'ladi, oshimoshlari har doim aytganimizdek, bunda ham 3 tadan, bu ham vakuumli variantidan. Oynalari zey charxlangan, qo'llarini kesib ketmasligi uchun mana bu taraflar ham 2 qavat qilib ishlangan. Hozir tartibsizlikka rozi bo'lasizlar. To'g'risi vaqtimiz ozroq ziq, shuning uchun tozalamasdan videoga olyapmiz. Tumbichkasi 2 tadan bo'lishini aytdik, mana tumbichkasini ham ko'rib o'tasizlar. Tumbichkasi ham kattagina. Xo'sh, spalnisi har doimgidek matras razmeri bo'ladi. 210 ga 170. Yonlarini ko'ringlar, mana sizlarga yonlari hamma bo'yatganimizdek plastmas bo'lgan. Machalka tagi dispni ustidan machalka ustidan zamush material tortilgan. Xo'sh, matras xohlasalaring matras qilib beramiz o'sha prujina. 700 mingdan 1,8 milliongacha razницasi bo'ladi matrasni. Lekin sizlarga mana shuni tavsiya qilamiz, shundan olinglar, ham hamyonbop, ham bo'ladi. Bilsalaring hozir ko'plarda nima bor? Belda grija bor. To'g'ri? Belda grija bor. Nima hozir matrasda yotasiz, matraslari prujina salgina cho'kib qoladi ozroqgina. Yotasizlar ustida baribir bel mahkam joyda turish kerak. Yana sizlarga aql o'rgatyapti demaylarki, shunchaki o'zimizni 6 yil, 7 yillik ishimizdan tushunganimizni aytyapmiz sizga. Doktorga borasiz, doktor nima deydi? Aka, qattiqroq narsada yoting deydi, keyin shu matrasni olib tashlaysizda, mana shu disposini o'zi yotayotgan bo'lasiz. Shuning uchun maslahatim mana shundan oling. Biz o'zimiz ham uyimizga xuddi shundan qilganmiz. Yana ham endi tablaringga bog'liq qolgani. Davom etamiz. Spalnisini mana bosh tomoni ranglardan tanlov bor, ranglardan qilib beramiz. Zamush, orqasi pena bo'ladi. Mana bu 3 ta palasani ham ko'raverasizlar. Xo'sh, kimga xizmatlarimiz ma'qul bo'ladigan bo'lsa, bizni Jizzax shahar Orom mebellar bozoridan qidirasizlar. Telefon nomerlarini eslatib o'tamiz. 91 941 45 44 ga aloqaga chiqasizlar. Jizzax, Sirdaryo, Samarqandgacha dastlab Uston xizmatlarini mutlaqo bepul ravishda qilib beramiz. Qolgan viloyatlarga kelishgan holatda bo'ladi. Mana Angrenga keldik, Ohangaronga keldik. Ohangaronga ham to'g'risi
ozroqgina raziyasi bo'ldi. Endi o'zlar bilan kelishib, yaqinda chiroyli qilib olib kelib o'rnatib berib ketyapmiz. 5.200.000 so'm dastlabki ustunovka bepul Jizzax, Sirdaryo, Samarqandgacha. Qolgan viloyatlarga telefon qilsa kelishgan narxda qilinadi. Matras xohlovchilar uchun aytganimizdek 700.000 dan 1.800.000 gacha matras qo'yib beramiz. Matraslarga 1,5 yilgacha, 1,5 yildan 3 yilgacha garantiya beriladi. Charchamaysizlar, kanalga obuna bo'lib qo'yasizlar.